Xullas qarindoshlar, blenderga banan, qulupnay, yogurt, asal, sut solib yaxshilab aralashtirib, andan keyin bitta idishga chiyani solib, chiyani ustidan shu kokteylimizni soladigan bo'lsak, shunda hech kim bay narsa bo'lar ekanmishdi. O'xsharmikan-a? deb turib birinchi qiladigan ishim bananlarni postidan tozalash bo'ldi. Albatta bizga kerak bo'ladigan narsalar: oddiy uchkur blender, blenderni olib, blenderga qulupnayni, bananni solib, uni ustidan mindechkin rangicha bir chiroyli bo'lgan yogurtni solib, ustidan sut solib, undan keyin asal solib, blenderning og'zini yopib, var etib aylantirar ekanmiz. Rangi shunaqangi chiroyli bo'lar ekan bu janavarni. Mana buni qaranglar. Undan keyin qarindoshingizni chin bozor do'konida mindechkin bonkani olib, ichiga chiyalarini yaxshilab solib, tayyor bo'lgan kokteylimizni chiyani ustidan solar ekanmiz-da. Ayni mana shu joyda qarindoshingizni Xitoydan narsa zakaz qilish kurslarini reklamasi ketish kerak edi-da o'zi aslida. Bugun Xitoy kursim reklamasi bu yerda yo'q qarindoshlar. Shu sababdan videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'ladi. Qarindoshlar, shu bunday bir o'ylab qarasam, Instagramda 7 yildan beri sotish bilan shug'ullanar ekanman-da. Qarindoshingizni chin bozor do'koni borligini hamda u do'konda oshxona buyumlari sotilishini qattan bilgansiz. Albatta Instagram orqali obzg'atimni sinab ko'rish kerak va o'xsharmikan yo'nalishlarim orqali bilgansiz. Gapni eng qiziq joyida degustatsiya joyi kelib qoldi qarindoshlar. Instagramda sotish kursim bo'yicha keyingi videolarimizda gaplashamiz qarindoshlar. Bonkani kichkina qoshiqchasi nima bo'lar deb katta qoshiqda degustatsiyani boshlab yordim. Prям mazza narsa bo'lgan ekan. Happy end qarindoshlar.